Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Husanov katta yangilik kutmoqda. Joriy mavsum Manchester City'da o'ynayotgan O'zbekistonning bugungi kundagi eng mashhur futbolchisi Abduqodir Husanov uchun juda muvaffaqiyatli davom etmoqda. 22 yoshli futbolchimiz Manchester City'da zaxira o'yinchisidan asosiy tarkibning eng muhim figurasiga aylandi. Husanov mavsumning eng qizg'in va mas'uliyatli pallasida himoya chizig'i yetakchisi hisoblanadi. Joriy chempionat davomida legionerimiz ikki murakkab pozitsiya, o'ng qanot va himoya markazida ishonchli o'ynay olishini namoyish qilib, Josep Guardiola va uning murabbiylar shtabidagi mutaxassislar ishonchini oqlay oldi. Abduqodir Husanov top ligalardagi dastlabki yutug'i Angliya Ligasi kubogini qo'lga kiritdi va ayni paytda sovrinlar sonini oshirish uchun jamoasi bilan kurashni davom ettirmoqda. Shu bilan birga hamyurtimiz individual sovrinlarni ko'paytirib olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Manchester City rasmiy sayti orqali 2025-2026 yilgi mavsum yakunlari bo'yicha Etihad Player of the Season mukofoti klubning mavsumdagi eng yaxshi o'yinchisini aniqlash uchun nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Endi Abduqodir Husanov Manchester City'ning joriy mavsumdagi eng zo'r futbolchisi bo'lishga da'vogar. O'tgan mavsumda Manchester City'ning eng yaxshi futbolchisi sovrinini xorvatiyalik markaziy himoyachi Joshko Gvardiol qo'lga kiritgan edi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.